Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi brifing orqali Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi tomonidan bugunga qadar qilingan ishlar, kelgusidagi rejalar va kutubxona faoliyati haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Kutubxonaning asosiy vazifasi kitobxonlarga tezkor va sifatli xizmat ko'rsatishdan iboratdir. Kutubxona xizmatidan talabalar, professor o'qituvchilar tarkibi, kollej va maktab o'quvchilari, xizmatchilar, nafaqaxo'rlar, uy bekalari, ishchilar foydalanganlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Respublika aholisini axborot kutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risidagi 381-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qaror asosida Sirdaryo viloyat hududida Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat ilmiy universal kutubxonasi bazasida Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi tashkil etildi. Axborot kutubxona markazi aholini axborotga bo'lgan talablarini tezkor qondirish, bilim va axborot olish uchun keng imkoniyatlar yaratib berish, shaxs rivojlanish uchun bilimlarni oshirish, madaniy faoliyat va bo'sh vaqtda ijodiy faoliyatni vujudga keltirish uchun tashkil etildi. 2011-yilning 23-fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 2015-yillarda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida axborot kutubxona va axborot resurslari xizmatlarini yanada sifatli rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 1487 sonli qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq axborot kutubxona markazida yig'ma elektron katalog sektori tashkil etildi. Sektorda 2 malakali mutaxassislar ish olib bormoqdalar. Sektor axborot kutubxona markazi fondining bibliografik yozuvlarini vujudga keltirish va elektron nusxalarni biriktirish yo'li bilan ish olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 17-dekabrda Koreya Respublikasining iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik fondining moliyaviy ko'magida Milliy umumta'lim elektron kutubxona loyihasini birinchi navbatda amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 2088 sonli qaror qabul qilindi. Ushbu qarorning asosiy maqsadi respublika axborot aholisini elektron axborot resurslaridan foydalanishni yaxshilash, axborot kutubxona muassasalarini yagona elektron kutubxonaga integratsiyalash va bog'lash, shuningdek Koreya Respublika iqtisodiy rivojlantirish va hamkorlik jamg'armasi bilan o'zaro hamkorlik kengaytirishdan iborat. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi va LG SNSS kompaniyasi tomonidan Milliy umumta'lim elektron kutubxona loyihasi UZNEL dasturiy ta'minoti yaratilib, respublikadagi 186 ta axborot kutubxona muassasalariga tatbiq etildi. UZNEL dasturi 4 ta moduldan iborat bo'lib, har bir modulning o'z ish vazifasi bor. Komplektovaniya, jamlash, katalogizatsiya, ishlov berish, kniga vidicha, kitob berish hamda umumiy foydalanuvchilarni ro'yxatga olish moduli. 40 dan ziyod kutubxona xodimlari o'z ishining fidoyilari. Kitobxonlarga, kitobga, bilimga bo'lgan intilishlarini, muhabbatlarini namoyish etmoqdalar. Ular kutubxona faoliyatiga o'zlarining kuch-quvvatlarini va ulkan malakalarini jalb qilmoqdalar. Markazimiz xodimlari doimiy ravishda axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishga va foydalanuvchilarga samarali xizmat ko'rsatishda o'z ustida ish olib bormoqdalar. Bugun markazda 7 ta xizmat va 7 ta sektor faoliyat ko'rsatmoqda. Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, markazning axborot kutubxona fondlarini jamlash xizmati tomonidan foydalanuvchilarning ehtiyojlari, talab va istaklaridan kelib chiqqan holda fondning fanning barcha sohalari bo'yicha kerakli hujjatlar bilan to'ldirib borilmoqda. Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazining bugungi kundagi fondi 54628 nomda 212783 nusxani tashkil etadi. 2015-yilning shu kuniga qadar kitob sotib olish bo'yicha ajratilgan mablag' 29.9 million so'm bo'lib, mart oyida 152 nomda 505 nusxada kitob sotib olingan. Yil boshidan buyon axborot kutubxona markaziga jami 194 nomda 611 nusxada yangi nashrlar qabul qilingan. 2025-yil Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi davriy nashrlarga 22.3 million so'm mablag' ajratilgan bo'lib, 21 nomdagi gazeta va 10 nomdagi jurnalga obuna rasmiylashtirilgan. Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi Guliston shahar hududida olib qaraydigan bo'lsak, fondimiz 54395 nusxa nomda 212172 nusxani tashkil etib, aholi soni 102700 dan tashkil etadi. Aholi soniga nisbatan kitoblarning taqsimlanishi kitob nusxasiga nisbatan olinganda 206.5%, ya'ni 2 barobardan yuqori taqsimotni qamrovini ko'rsatib beradi statistik ma'lumotlarimiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyundagi O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi PQ 4354 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida
2025-yil 10-aprelda O'zbekiston Nogironlar jamiyati Guliston shahar bo'limi va Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot-xona markazi o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu memorandumga asosan viloyat axborot-xona markazida Guliston shahrida istiqomat qiluvchi 4700 ga nafarga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslarni ro'yxatga olish ishlari olib borilib, ularga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatishni yo'lga qo'yishni rejalashtirish ko'zda tutilgan. Hozirgi kunga qadar 1500 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar ro'yxatga olindi. Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot-xona markazida 7 ta ko'chma kutubxona mavjud bo'lib, har bir tashkilot bilan shartnoma orqali ijaraga oluvchining talablari asosida har 2 oyda bir so'ralgan adabiyotlarning ro'yxatlari shakllantirib, hamkor tashkilotlarga olib boriladi va taqdim etiladi. Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazining kitobxonlikning o'rni yuzasidan kitobxonlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida faol kitobxonlar, kitobxon onalar kuni targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Kitobxonlarning intellektual salohiyati va kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida eng faol kitobxon, yosh kitobxon, kitobxon oila kabi ko'rik-tanlovlar tashkil etilib, ularga faol kitobxonlar jalb etildi. Axborot-xona markazida hozirgi kunda Moviy Jamoadon sayohati loyihasi yo'lga qo'yilgan bo'lib, loyiha doirasida viloyatdagi davlat maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlarida targ'ibot tadbirlarini tashkil etish, targ'ibot davomida mutaxassislar tomonidan bolalarning kitobga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida ularni qiziqtirgan kitob va ertaklardan parcha o'qib berish, kitob mutolaasi va kitobxonlikni targ'ib qiluvchi turli xil intellektual o'yinlar, qiziqarli tezkor savol-javoblar o'tkazish amalga oshirib kelinmoqda. Mehr kutubxonasi loyihasi yana bir loyihalarimizdan biri bo'lib, ushbu loyiha doirasida imkoniyati cheklangan kitobxonlar xonadoniga tashrif xizmat yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu loyiha asosida kitobxonlarni adabiyotlar bilan ta'minlash bilan birga hayotga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ma'naviy oziqa berish imkoniyatlarini taqdim etib kelmoqda. Kitobxonlik haftaligi loyihasi yana bir loyihalarimizdan biri bo'lib, ushbu loyiha doirasida aholi va yoshlarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan kitoblar yarmarkasi, zakovat intellektual o'yinlari, aksiya tadbirlari, ma'naviy va ma'rifiy tadbirlar hamda hududdagi yozuvchi va shoirlar bilan uchrashuvlar tashkil etilish rejalashtirilgan va bugungi kunga qadar amalga oshirib kelinmoqda. Kitobxon onalar kuni loyihasi asosida kitobxon onalar ishtirokida targ'ibot tadbirlari tashkil etilgan. Ushbu tashkil etilgan tadbirlar targ'ibot tadbirlari orqali oilalarni mustahkamlash, xotin-qizlarning faolligini oshirish hamda kitobxon onalar safini kengaytirish maqsad etib belgilangan va ushbu kunda ushbu loyihalar amalda o'z ijrosini topmoqda. Kitob festivali loyihasi doirasida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida eng yosh kitobxon, eng faol kitobxon, kitobxon oila va kun kitobxoni ko'rik-tanlovlari tashkil etilgan va amalda ijrosi bajarilmoqda. 1000 kitob loyihasi doirasida yoshlarni zamonaviy ilm, fan va madaniyat yutuqlari bilan tanishtirish orqali ularning intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, yoshlarni bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish va dunyoqarashini kengaytirish maqsadida faol kitobxonlarga maktablar va hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari kutubxonalariga adabiyotlar jamlanmasini sovg'a qilib borish tashkil etilgan bo'lib, ushbu kunga qadar Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanining 15-o'rta umumta'lim maktabi va Guliston tumanining 19-o'rta umumta'lim maktablariga kitoblar sovg'a qilinib, loyihalar doirasida ishlar amalga oshirilmoqda. Davlat xizmatchisi kutubxonada bir kun loyihasi asosida davlat xizmatchilarining kitobxonlik, mutolaa madaniyatini oshirish hamda sohada o'zaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida tashkilotlar bilan kutubxona o'rtasida memorandum imzolash, kun davomida davlat xizmatchilarini kutubxonaga a'zo qilish, kutubxona faoliyati va badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish, shuningdek yil yakunida faol kitobxon davlat xizmatchisini aniqlash va munosib taqdirlash belgilab o'tilgan. Ushbu loyiha doirasida hozirgi kunga qadar tashkilotlar bilan memorandum imzolash ishlari olib borilmoqda. Sirdaryo viloyat axborot-xona markazining bolalar oromgohlari bilan hamkorligi to'g'risida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot-xona markazida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri tomonidan 2025-yil 9-aprelda tasdiqlangan bolalarning dam olishlarini tizimli tashkil etish va sog'lomlashtirish masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi majlisining 29-son bayoni ijrosini ta'minlash to'g'risida O'zbekiston Milliy kutubxonasining 37-son buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan.
Ushbu chora-tadbirlar rejasiga asosan Sirdaryo viloyatida hamda reja bo'yicha bolalar yozgi oromgohi Zomin yozgi bolalar oromgohi va Sirdaryo tumanida tashkil qilingan Sirdaryo oromgohlarida ko'chma kutubxonalar tashkil etish va ularni prezident asarlari, badiiy adabiyotlar bilan ta'minlash rejalashtirilgan va amalda ijrosi amalga oshirilmoqda. Bizda hozircha shu. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.